Assalamu alaikum, hurmatli jamoat, hurmatli, qimmatli qatordoshlar, amansizlarmi? Bugun 30-iyun tug'anlar 2024-yil. Bozor qo'rg'on, Jilqi bozorining narxlari bugun Suljada qisqacha alangan sotilgan bolalarni ko'rib bilib so'rab berasiz tug'anlar. 48 ga savdo bo'ldi. Qaysi o qaravi? Yakoni beradi. Ha, yakoni beradi. 45 ga so'rab olasiz ekansiz, ha? Qarasini so'rab o'tav. 45 ming so'm so'rab o'tdir. Qaysi birini so'rab o'tadi? Qarach, yakoni birini so'rab o'tdi da 45 ming. Narx qilsin, ha? Narx qilsin 45 ming so'm so'rab o'tdir. Satarman 48 ming so'm savdo bo'ldi, qo'shdi odatda. Qanchadan bo'ldi bu qononlar? Qanchadan? 47.500 so'mdan bo'ldi shu taylar. 47.500 so'mdan erkak taylar ekan. Satamdik. Qanchaga sotadi bilmaydik ama. Hayda versen satamdı. Baytal qancha dodasi? 110 ming so'm. Sen so'yish bajaraydi ekan, ha? 110 ming so'm bo'pti. O narxi baytallar sotilmadi? Yo'q, sotilmadi. Sotilmadi. Ek baytallar ekan. No, ben qo'lni o'lgan o'xshaydi, jelni chasirab qoldi. Sevmayotgan ekan. Mingiç. Bunlarda 70'ten de odası. Baytal 80 ming so'm. Baytal, semiz baytal ekan, bundan aqib ko'tarinch. Yaxshi o'rta. Uni 80 ming. Mingichni qanchaga berasiz aka? Mingichni 70 to'g'ri kishi beradi. Ular eko qanchadan? Bunda 70, 65. Bunanlar ajalan, ha? Chiqqanlar. Aka nomerni aytaverasizmi? Nomerni aytmaysa, mayli markaz so'rab qo'yaverdik to'g'onlar. Orqasidan dag'i mayt tortib qo'yaylikchi. Stolog'iga. Qo'yboy bu. Yop, bismillahirrohmanirrohim deb turib orqa joqlaridan tortib qo'yaylikchi. Qanchadan oladi ojo'lar? Onlar orqasidan ko'rsatib qo'y. Bar aka qanchaga ketdi? 72 ming so'mga ketdi. Aka moment kelib qoldik-da. 72 ming so'm bo'lib turdi aka. Bundan 72 ming so'm. Kim qanchada o'tasin xonanda? 70 ta o'tasina kam bor. Mingi yuratilgan bo'lsa xonanda. Toyba. Xonanda ko'rinadi qo'ygam. Mayli, es xonanda dedi, emas, tay dedi, значит, tay ko'rinishdan xonanga o'xshaydi ekan biroq. Tishni ochmayli. Oldu. Oldu tay ekan. Boshqa yo'q ekan. Bugün at girip hep duruyor pazarga bir. 4-5 at girgen o'xshaydi. 1 2 3 baya satılıp ketken men 4'tü. Biraz satıldı baya 110 ming so'm deb tarttık ele. Aka qolgani shu tay, bundan shunday. Aka to'g'onlar not 110 ming so'm bo'ldi. Ja şimdi ekan aka attın? Onerga 100 so'm, nerga 100 so'm berganmish? Aka, ja şimdi ekan? İşte. Boyu 1.60 var o'xshaydi. İşte 110 ming so'm bo'ldi. 60 sal chiqmay qolsa kerak. 55 dan o'yladi. 110 ming so'm bo'ldi. İşte. Dipga anan izbarga berib qo'ydi o'xshaydi. Bermay qo'ysa
Yerde kunan rızı soda oldu tuğanlar. Kap soda olup kalı, şimdi görüp kalı ve uşaqa bastırmaz. Kança olup otkanlarınızı görüyoruz. 20 deseniz 5'ten koşalım. Ndayla suyla Onu mu? Hayır. Yok, onu koy be. Onu koy be. Anamına devestene tüp batura 11. Yok, tüp batura. Bak. Tüp batura. Altı. Tüp batura. Şunu aytın. 10. Bunda emez. Kançası var. 110 bin sonuna okunan da. Var. Dikanlı yan para. Ulan tatlı oyuncusu var. Kunan 110 bin son olsa da oldu. Karganca'ya varmaydı da kabul. Oldu. Sat. Ya sat. Hörnege var eken. Hörnege. Var var. Ökşe. Kançalı nıktavay satın. Nıktavayla satam ben. Dikan adamlar Oldu. Var eken. Nıktavayla Ben satam ben. tanıyorum bulardı. Çınını tanıyorum. Gel. Satam. Ten bir yaptı onu. Sonra armut kozuna koy. Adını gavunu. Adını gavunu. Yok şey. Sen bu birinci soğudan alıyorsun. Nola kurulay tutar. 120 değer daha. Bir sürü de. 120 dever çek. 120 değer. Ben şu elde tüpek. Ana. 120 verim ben. Hem sıfır hem. Neyse verdi. Verin ana. Hem de adı oldu. Göz olmayan ait. Verin hem de onu. Ökşe. Biz dağıtı. Tanımayız da ne var? Onun çölde kız davası. 2000 sonuna çay getir. Var sat. Yeni verin hem. Ökşe. Var. Şunda Verin hem. Yilesen ara. Oğlum canım ekibince karası var bu. 15 bilet ver. Değil mi? Hatırcız de. 15 bilet ver. Ne alasan ne? Satıp bir gelsin şu ne alasan ne? Yok şerigimiz. Evet, kılana bir mersem az satkanınız yok mu? 200 bin algandayım. 10 bin ton pul verip aldım bu karattım. Taş kömürü aldım. Uşalattı hayır hafke ben yedim. Onun çöktü kız. 2000'ler çay. Ya gel birinci yol haliniz kendiniz yok ki. Verin şunu. Yaman nersemezde mamala karab. Demek ki bu konuşula ki. Hayır. O putların gör otası. O putların gör otası. Putların ayıktırış gerek. Bunu ayıktırış gerek de şu ne? Gözüne ayık adam. Afanı bunu karmatmaydı. 15'e satkanımda bu yerde bari para pro 3000 jön aldı. Almayız vergi şu bana. Yenge verin. Yok at boğunu yemeler. Atın boğunu yaktı. Ancak gök botoşun yaktı. Pazarda at çok da şu bulukta kılvan mı ki? Yok ben malga Hamile yaktı. öyle yürüyen adam mı diyeyim? Tanık vermeyen o. Kayda okudum Allah. 110 bin son meydan tur attı onlar. Verin buna. Verin teke diyen yok. Ver pazarda yürüyen adam var. Hem muhacekeler ayda. Hem muhacekeler ayda. Pazarda bir gözcü pazar para öyle. Fotoğrafta öyle fakarlılar. Ben şu an alayım doğal başlara. Ayket tüşü veri vatamın mı?
Tamam pul verdik ben. Yok zaman değil yok. Çay içkesin. Yaptık öğretmen. Bir som öğretmen. Bir som. Kontrol. Nereye Qancha? 14 bo'ldi, 114 ming so'm. 114 ming so'mga sotildi to'g'onlar. Tak. Qo'y 1.55 chiqib qoladi o'xshaydi. Bir 50'den öydürak. 1.55'ten öydürak o'xshaydi. Aka, boyu qancha şey qoladi shuni? Boyu 60 yaqin. 60 ga yaqin deysiz. 155 dan jo'g'orida. 55 chiqib qoladi tamommi? Chiqib qoladi, 55 chiqib qoladi. 55 dan neydi emas bo'lish kerak. Biroq qurch qilmagan emas. Aqchani shiqillab eslatib ochadi menda. 114 ming so'm bo'ldi. To'g'ri qancha to'g'ri, berke? Qancha? 100 ming so'm bu. Jashimga. İşte. Yaxshi. 110 ming so'mga sotilgan shundaylar bir. Biroq uzun ekanlar. Qaysi soda oldu aka? Yerda atdı. Qancha soda oldu? 15. 115 ming so'm soda oldu da. Bakamiz yerda soda oldu. 115 ming dedi o'xshaydi adashmasam. Atcha taqim bor bugün. 100 mingga ham atcha o'xshaydi bugün. $115.000 so'm olsa da oldu. Geçe telefonda görüp kaldım hele şunday surap жүргөндөрдү 5 so'm bereyim arkasından kovalagan ekan. Tay qancha oldu aka? Nega aytdi aka? Toy 50 bo'lib qoldi. 50 ming so'm bo'ldi. Chunqurda turadi, kichkinaroq ko'rinib qoldi. 50 ming so'm bo'ldi. Shunu. Bar aka 50 ming so'mga ketdi aka. Qancha 50 ming so'mga sotildi aka. Otlar turaverdi, o turbantiklarni chuqib yurganda. Shuning uchun kichkinaroq ko'rinadi. 115 ming so'm soda oldilar, 140 ming so'm bo'ldi. Yaş başını so'rab qolyapmiz bir 3-4 tasi bor o'xshaydi. Ko'rmadim. Bajak soda oldi atma. Kimiki var? Amen. Qanchadan? Qancha soda oldi tancha? İştirga eseptep bering aka. 80 so'radim. Biroq men aytdim, bo'ptir dedim. Shu yerdan olgan bo'lsa. Hozir 80 ming so'm. Çıkan. Pul yok mu? Cümeyli balvan turab bu yerda. Tanchaka bilan pulu mayda.
Ne alayım? Çeko. Dançak. Dançak 80 mingga soda oldu o hazır. 81 oldu. 80 ming so'm. Qanchada o'ttirdi? Ya qanchada o'tgan? Nega soda bo'lyapti, ko'raylik. Qaysi soat qancha soda bo'lyapti ekan. Üstünde taginde turganda giyim olsa emin qiladi. Qanday desam, jugonni solmay, taginan bir-ikki joy bo'ldi menda. Giyim part deganda orqaga tortib berib bir-ikki joy. Sarat soda oldu o. Qancha o'rtasa aka? Bo'ldi. Ke. Oyog'i nakam o'zi naraq beramiz ular. 90 ming so'm naqd pulda olasin. Gülüp kaldı, beredi şey. Ber 90 ming so'm. Jon, men akam zo'r bo'ldi. 15-20 gün bağışın gerek. Ete, bunda açıqlar, müşteri minip bir 20 minip qayralar satat açıq. 90 ming so'm soda oldu. Sarat. Akam zo'r bo'ldi. 90 ming so'm. Razı ol berdi. Bol, ber. Sarat katta 90 ming so'm mu? Birga. 91 ming so'm. Aka sarı bola keldi, qizil panamani kiyib olib, yashil forma bilan qisaloq. Sarat qarajal 91 ming so'm. Jashimda ekan ham bunda. Ekasi ekan ha. Boyu 1.55 ta nima ekan? 91 ming so'mga ketdi. Ekasi ekan, maza qilib minetda mashinani. Yaxshi ekan. 91 ming so'm bo'ldi. 91 bo'ldi u? 1 bo'ldi, 1. $91 ming so'm. Bu qundan qancha ekan? 110. 110 sizniki? Bo'ldi. 110 ming so'm. Qancha sira ochadi bozor? 94 sira oladi. Okay. 94 ming so'm manki soda bo'ladi. Shundan. Tartma çekiyor. Sizde bugün tartmadımmı aka? Ben birinci yol tarttım. Aşpaşdagi şey olmayım da 99 ming so'mga satılıp ketibdi qanday. Bir kam 100. 99 ming so'mga ketdi. Bularni bilmayman, danchak 80 so'rayaptilar boya. Narx azındaydılar tatib qo'yaylik aka. 81 ming so'mga sotildi to'g'onlar. 80 ga berib aytadilar. Danchak. Jumali polvon aldı. Qaysini? Jetlab chiqmaysizmi, tartib qo'yaylik. Zakaz olmaymi? Aji olib keldim mayli. Bu nega telefon? Pokka degan telefon. Bularda pauza bor turadi, kamera bor. Bu iPhone'da yo'q ekan pauza. Aka Jumali polvon aldı 81 ming so'mga. Yo'q, bu danchak. Danchak. Jumali polvon qanchaga sotamiz ham? Sotaveramiz aka, foydasi Qancha? bo'ldi. Bosini aytib qo'yam. 100 aka. 100 ming so'm kam bor. Nomeringni aytib qo'y. 77 mi? 0777. 77 Aha. 53 53 97. 97. Plus 996'sını aytib turib. Anan keyin aytmadim men nomer. Plus 996 bu yog'ini aytib ulab qo'yam. 77 Aha. 977 Aha. 53 97. Bo'ldi aka. Danchak jetil aylantirib qo'yam. Jumali polvon olib ketdim aka. Bular bozorga ko'p yo'l maya popol oldu. Uydan chiqdi bu. Uydan chiqdi bu.